Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan iqtisodiy o'sish va milliy boylik mavzusi bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Dastlab mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida rejalarga bo'lib olamiz. Iqtisodiy o'sishning mazmuni, turlari va ko'rsatkichlari, iqtisodiy o'sish omillari, iqtisodiy o'sish modellari, milliy boylik tushunchasi va uning tarkibiy tuzilishi. Dastlab iqtisodiy o'sishga to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodiy o'sish bu real yalpi ichki mahsulotning uzoq muddatli tendensiyasi, ya'ni o'sishi tushunilsa, iqtisodiy o'sishni shunchaki yalpi ichki mahsulotni miqdor jihatdan o'sishi emas, aynan uning sifat jihatdan yaxshilanishi va boshqa asosiy parametrlar, ya'ni ko'rsatkichlarning yaxshilanib borishi bu aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishini ham ifodalaydi. Iqtisodiy o'sishning asosiy maqsadi bu mamlakat aholi farovonligining o'sishi, milliy boylikning o'sishi bilan ifodalanadi. Iqtisodiy o'sishning turlari, ya'ni ko'rinishlariga to'xtaladigan bo'lsak, bunda biz o'sha yetakchi mamlakatlarning bir maromdagi iqtisodiy o'sishini, o'sish mo'jizalarini yaratgan Yaponiya, Janubiy Koreya, Gonkong kabi, Singapur kabi davlatlarning o'sishini qayd etishimiz, o'sish fojiasi, ya'ni Markaziy Afrika ba'zi mamlakatlari, ya'ni ular iqtisodiy resurslarini sotish yoki boshqa turli xil oqibatlar natijasida o'sishning ma'lum bir ma'noda fojiasini ko'rsatib berganlar hamda iqtisodiy o'sish yo'q bo'lgan mamlakatlar sifatida Zimbabve davlatlarini misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Iqtisodiy o'sish ikki xil ko'rinishda, ekstensiv va intensiv ko'rinishda bo'lishi mumkin. Resurslar miqdorining o'sishi bilan bog'liq o'sish bu iqtisodiy o'sish ekstensiv iqtisodiy o'sish, resurslarning sifatining takomillashuvi bilan bog'liq iqtisodiy o'sish bo'lsa, intensiv iqtisodiy o'sish deb aytiladi va bunda o'sha Osiyo va Afrika mamlakatlarini rivojlanishini ekstensiv ko'rinishda, rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy o'sishini bu intensiv ko'rinishda o'sish deb ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ekstensiv iqtisodiy o'sishda o'sha qo'shimcha resurslarni jalb qilish hisobiga amalga oshirilishi va jamiyatdagi o'rtacha unumdorlikni o'zgarmasligi kuzatilsa, intensiv iqtisodiy o'sishda ishlab chiqarishning mukammalroq omillari va texnologiyalarning qo'llanilishi bilan bog'liq hamda va buning natijasida resurslar unumdorligining o'sishi hisobiga amalga oshirilishini ko'rishimiz mumkin. Odatda iqtisodiy o'sishga sabab bo'lgan omillarning ulushiga qarab, bu iqtisodiy o'sish asosan intensiv yo ekstensiv deb aytib o'tiladi. Endi ekstensiv iqtisodiy o'sishga misol sifatida o'sha stanoklar sonining ko'paytirilishi, qo'shimcha ishchilarni yollash, ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirilmagan holatda foydalanish, ishlov berilgan yerlar maydonini kengaytirish, yangi konlarni topish va yer osti boyliklarini qazib chiqarish va bular o'sha ekstensiv ko'rinishdagi iqtisodiy o'sishga misol bo'lsa, aynan intensiv ko'rinishdagi iqtisodiy o'sishga fan texnika taraqqiyoti, ilg'or texnologiyalar, mehnatni ilmiy tashkil etish, ishchilar malakasini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, davlat boshqaruvini samarali amalga oshirish bu intensiv ko'rinishdagi iqtisodiy o'sishga olib kelishi mumkin. Iqtisodiy o'sish omillari aytib o'tganimizdek ekstensiv omillarga kapital, mehnat, yer, boshqa resurslar xarajatlarining o'sishi aytilsa, intensiv ko'rinishda texnologik taraqqiyot, mehnat unumdorligining o'sishi, ishlab chiqarishning ko'lam samarasidan foydalanish bu intensiv ko'rinishda bo'lishi mumkin. Iqtisodiy o'sish va turmush darajasining o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik bunda o'sha aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning o'sishi, aholi jon boshiga milliy daromadning o'sishi, turmush darajasining o'sishi o'z navbatida o'sha iqtisodiy o'sish natijasida bo'lishi mumkin va iqtisodiy o'sishning afzalliklari sifatida o'sha farovonlik darajasining oshishi, umr davomiyligining o'sishi, ijtimoiy dasturlarning kengayishi, ta'lim va fanning rivojlanishi, yangi tovar, xizmat va resurs turlarining yaratilishi, yangi samarali texnologiyalarning joriy etilishi bo'lishi mumkin va iqtisodiy o'sish yaratishi mumkin bo'lgan muammolar o'sha kapitalning kamayib boruvchi samarasi bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar, joriy iste'moldan voz kechish zaruriyati bilan bog'liq bo'lgan muqobil xarajatlar, atrof muhitning ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarning bu iqtisodiy o'sish muammolari deb ko'riladi. Endi iqtisodiy o'sishni iqtisodiy jihatdan hisoblash aynan o'sha o'sish suratini o'sha yalpi ichki mahsulotning joriy davrdagisi bilan bazis davridagisini ayirmasini, bazis davridagi yalpi ichki mahsulotga nisbatini foizlarda ifodalash orqali o'sish suratini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Iqtisodiy o'sishning demak o'lchanilishi bu real yalpi ichki mahsulotning va uning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlarining absolyut va nisbiy qiymatlari orqali ifodalanishi mumkin bo'ladi. Joriy yildagi o'sha real yalpi ichki mahsulotdan bazis davrdagi real yalpi ichki mahsulotning ayirmasi orqali o'sha o'sish suratini aniqlashimiz, o'sish ko'rsatkichini aniqlashimiz mumkin va o'sish suratini buni o'sha ayirmani
o'sha bazis davrdagi real yalpi ichki mahsulotga nisbati orqali, foizda ifodalash orqali o'sish sur'atini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. 70 miqdor qoidasi tushunchasi bor shu yerda. Demak, 70 miqdor qoidasi yalpi ichki mahsulot necha yildan keyin 2 barobar o'sishini yoki bo'lmasa 2 barobar o'sishi uchun qancha vaqt talab etishini bildiradi. Bunda o'sha 70 ni o'sish sur'atiga, iqtisodiy o'sish sur'atiga bo'lish orqali qancha davr talab etilishi mumkinligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Holbuki o'sha iqtisodiy o'sishni 2000-yildagi 8% darajasida bu ko'rsatkich 808 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bo'lmasa yalpi ichki mahsulotni o'sha 2030-yilgacha 2 barobar ko'paytirish, ana 2016-yildagigina 2 barobargacha ko'paytirish aynan qisqa davr ichida amalga oshirilishi, demak, iqtisodiy o'sishning yillik 4-8% darajasida bo'lishi zarur ekanligini qayd etadi va hozirgi kunga kelib ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizda yillik 5-6% atrofidagi iqtisodiy o'sish kuzatilishi bu aynan o'sha belgilangan 2016-yilgi davrdan aynan 2030-yilga kelib 2 barobar o'sish imkoniyati mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Davlatning iqtisodiy o'sish bo'yicha asosiy siyosatlari bu ichki investitsiya va jamg'armalarni rag'batlantirish, chet el investitsiyalarini rag'batlantirish, ta'limga investitsiyalarni rag'batlantirish, fan va texnika taraqqiyotini rag'batlantirish, mulkka egalik huquqini himoyalash, erkin savdoni rag'batlantirish, aholi o'sishini nazorat qilish orqali amalga oshirilishi mumkin ekan. Endi iqtisodiy o'sish natijasida milliy iqtisodiyot ishlab chiqarish imkoniyatlarining kengayishi bu investitsiya tovarlarining oshishi hamda iste'mol tovarlarining oshishi bilan kuzatilishi mumkin ekan. Quyidagida 2016, 17, 18-yillarda o'sha 5.3 va 5.1% iqtisodiy o'sish o'z navbatida investitsiya tovarlari va iste'mol tovarlarining oshishiga olib kelganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ekstensiv iqtisodiy o'sishga ishlab chiqarishning avvalgi texnikaviy asosini saqlab qolgan holatda ishlab chiqarish omillari miqdorining ko'payishi tufayli erishilsa, iqtisodiy o'sishning intensiv turi bu sharoitida mahsulot ishlab chiqarish miqyosidagi kengaytirish, ishlab chiqarish omillarining sifat jihatdan takomillashtirish, yanada ilg'or ishlab chiqarish vositalarini va yangi texnikani qo'llash, ishchi kuchi malakasini oshirish, shuningdek mavjud ishlab chiqarish potensialidan yaxshiroq foydalanish yo'li bilan erishish mumkin bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi kuchlar darajasi quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanishi mumkin. Bunda ishlab chiqarish vositasining rivojlanganlik darajasi, xodimning malakasi va tayyorgarlik darajasi, ishlab chiqarishning moddiy va shaxsiy omili o'rtasidagi nisbatlar, mehnat taqsimoti, ishlab chiqarishning tashkil etilish va ixtisoslashtirish va kooperatsiya orqali demak tavsiflashimiz mumkin bo'ladi. Demak, iqtisodiy o'sishning omillariga to'xtaladigan bo'lsak, bu taklif omillari sifatida tabiiy resurslar miqdori va sifati, ishchi kuchi resurslari miqdori va sifati, asosiy kapitalning hajmi, ya'ni asosiy fondlar hajmi, texnologiya va fan texnika taraqqiyotini o'sha ishlab chiqarishning, iqtisodiy o'sishning taklif omillari sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi yalpi ichki mahsulotni ishchi kuchi, kapital va tabiiy resurslar sarflanishini funksiyasi sifatida ifodalashimiz ham mumkin. Bunda o'sha yalpi ichki mahsulot ishchi kuch sarflari, kapital sarflari va tabiiy resurslar sarflari yordamida yaratilishi mumkin degan nazariy tamoyil asoslab olinadi. Quyida demak o'sha mehnat unumdorligi, iqtisodiy o'sishni belgilab beruvchi xususiy ko'rsatkichlar mehnat unumdorligi, mehnat sig'imi, kapital samaradorligi, kapital sig'imi ko'rsatkichlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Mehnat unumdorligi mahsulot ishlab chiqarish hajmining jonli mehnat sarflariga nisbati orqali ifodalansa, mehnat sig'imi jonli mehnat sarflarining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati orqali, ya'ni o'sha mehnat unumdorligining unga teskari bo'lgan ko'rsatkich sifatida ifodalashimiz mumkin. Kapital samaradorligi bo'lsa, mahsulot ishlab chiqarish hajmining unga sarflangan kapital hajmlariga nisbati orqali ifodalansa, kapital sig'imi aynan kapital xarajatlari sarfining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati orqali ifodalanishi mumkin bo'ladi. Va shu bilan birgalikda tabiiy resurslar samaradorligi mahsulot ishlab chiqarish hajmining qo'llaniladigan tabiiy resurslar miqdoriga nisbati bo'lsa, mahsulotlarning resurs sig'imi bo'lsa, aynan tabiiy resurslar sarflarining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati orqali, ya'ni tabiiy resurslar samaradorligiga teskari ko'rsatkich hisoblanadi. Shu bilan birgalikda ishchi kuchining kapital bilan qurollanganlik darajasi ko'rsatkichi bor. Bu ishlab chiqarish jarayonida qo'llanilayotgan kapital hajmining ishchi kuchi miqdoriga nisbati orqali ifodalanishi mumkin ekan. Iqtisodiy o'sishga taqsimlash omillari ta'sir qiladi. Bular o'sha iqtisodiy ishlab chiqarish salohiyatidan maqsadga muvofiq foydalanish uchun nafaqat resurslar, balki iqtisodiy jarayonga to'liq jalb qilingan bo'lishi hamda juda samarali ishlatilishi ham zarur. Resurslarning o'sib boruvchi hajmidan real foydalanish va ularni kerakli mahsulotning yuqori miqdorini oladigan qilib taqsimlash ham eng asosiy demak bu yerda masala hisoblanadi. Real mahsulot o'sishini aniqlab beruvchi omillar sifatida o'sha mehnat sarflari va mehnat unumdorligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunda o'sha band bo'lgan ishchilar soni, ishlangan ish soatlarining o'rtacha miqdori mehnat sarflari orqali ishlab chiqarishning real hajmiga ta'sir ko'rsatsa,
texnika taraqqiyoti, kapital qo'yilmalari hajmi, ta'lim va malaka tayyorgarligi, resurslarni joylashtirish samaradorligi va boshqa omillar mehnat unumdorligi orqali ishlab chiqarishning real hajmiga ta'sir ko'rsatar ekan. Iqtisodiy o'sish modellari sifatida o'sha iqtisodiy o'sishni tahlil qilishda neoklassik nazariya namoyandalari bo'yicha bir tomonlama bo'lgan quyidagi noto'g'ri nazariy shartlarga asoslanganlar. Bunda o'sha mahsulotning qiymatlari barcha ishlab chiqarish omillari tomonidan yaratilishi, ishlab chiqarish omillarining har biri o'zining keyingi qo'shilgan mahsulotiga tegishli ravishda mahsulot qiymatini yaratishga hissa qo'shishi, mahsulot ishlab chiqarish va buning uchun zarur bo'lgan resurslar o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlik mavjud ekanligi hamda ishlab chiqarish omillarining erkin tarzda amal qilishi hamda ular o'rtasidagi o'zaro bir-birining o'rnini bosish imkoniyati mavjud ekanligi kabi bir qancha nazariy shartlarga asoslangan bo'lgan. Keyinchalik o'sha neoklassik model ko'p omilli hisoblanishi va amerikalik iqtisodchi Douglas va matematik tomonidan Charles Kopp tomonidan yaratilgan o'sha ishlab chiqarish funksiyasi asos qilib olingan va Kopp-Douglas modeli asosida ishlab chiqarish hajmining o'sishiga ishlab chiqarish turli omillarining ulushini aniqlashga harakat qilib, u quyidagicha ifodalangan. Bunda o'sha mutanosiblik koeffitsiyenti yordamida kapital sarflari va ishchi kuch sarflarining o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi hamda ularni ishlab chiqarish hajmining ishchi kuchi va kapital sarflari bo'yicha elastiklik koeffitsiyenti yordamida ishlab chiqarish hajmini aniqlash imkoniyati modeli yaratilgan Kopp-Douglas modeli yordamida. Kopp va Douglas o'z tadqiqotlarida Amerika Qo'shma Shtatlarida qayta ishlash sanoatining 1899 va 1922-yillar mobaynidagi ish faoliyatini tahlil qilib, ishlab chiqarish funksiyalarini ko'rsatkichlarini aniqlashga harakat qilganlar va bunda o'sha 1.01 koeffitsient biz yuqorida qayd etib o'tilgan aniqlashtiruvchi koeffitsient bo'lsa, o'sha kapital va ishchi kuchi o'z navbatida kapitalda o'sha koeffitsient 0.25 va mehnatda o'sha 0.75 koeffitsiyenti asos qilib olingan. Keyinchalik Kopp-Douglasning ishlab chiqarish funksiyasi golland iqtisodchisi Yan Tinbergdan yanada takomillashtirilib, yangi omil, ya'ni texnika taraqqiyoti ko'rsatkichi Y ko'rinishida, bu yerda vaqt omili sifatida alohida yangi ko'rsatkich sifatida kiritib o'tilgan. Milliy boylik tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, milliy boylik bu insoniyat jamiyati taraqqiyoti davomida ajdodlar tomonidan yaratilgan va avlodlar tomonidan jamg'arilgan moddiy, nomoddiy va intellektual hamda tabiiy boyliklar yig'indisi hisoblanadi. Milliy boylikni shartli ravishda 3 ta asosiy tarkibiy qismlarga bo'lishimiz mumkin. Bu moddiy buyumlashgan boylik, nomoddiy boylik va tabiiy boyliklar. Endi milliy boylikni inson mehnati bilan yaratilgan moddiy qismi qiymat shakliga ega bo'lib, tarkibiy tuzilishini quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunda ishlab chiqarish xususiyatidagi asosiy kapitallar, asosiy fondlar, noishlab chiqarish xususiyatidagi asosiy kapitallar, asosiy fondlar, aylanma kapital yoki aylanma fondlar, tugallanmagan ishlab chiqarishning moddiy buyumlashgan qismi, moddiy zaxiralar va ehtiyojlar hamda aholining uy xo'jaligidagi jamg'arilgan mol-mulkini keltirib o'tishimiz mumkin. Shuningdek, moddiy buyumlashgan boylik o'sishining asosiy omillari sifatida quyidagilarni, mehnat unumdorligining o'sishi, ishlab chiqarish samaradorligining o'sishi, milliy daromadda jamg'arish normasining ortishini qayd etib o'tishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu mavzu yuzasidan savollaringiz hamda fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta orqali murojaat qilishlaringiz mumkin. Salomat bo'linglar.